Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 2025-yilda o'qigan kitoblarim haqida gaplashamiz. Nimaga bu videoni olyapman? Sababi har yili alohida kitoblarni rejalayman. Men shu yilda shu kitoblarni o'qib chiqaman deb. Ular har xil janrda bo'ladi. Ba'zilari roman, ba'zilari ilmiy kitoblar. Sababi nimaga shunaqa har xillik bo'lishi kerak? Chunki siz ilmiy kitoblar o'qiyotgan paytingiz miyangiz ancha bosimda ishlaydi, chunki juda ham ko'p ma'lumot qabul qilasiz. Orada shunaqa badiiy adabiyotlarni qo'shib ketsangiz, miyangiz ancha tasavvur jihatdan ishlagani uchun dam oladi ozgina. Keyin yana ilmiyni davom ettirib ketaverasiz. Menda ham xuddi shunaqa tartibda boshlagandim bu yilda, lekin juda ham romanga qiziqib ketib, ko'proq roman kitoblarni o'qishga harakat qildim, o'qidim. Bugun mana shu kitoblar haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Birinchi o'rinda Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon romani haqida aytib bermoqchiman. Bu yilda hisobida birinchi o'qigan kitobim adashmasam shu bo'ldi. O'zi Abdulla Qodiriyni O'tgan kunlar romani bilan taniganman. Boshqa romanlariga uncha kirishmagandim. Bu yil lekin shu kitob bilan boshladim. Juda ham zo'r roman ekan. Men bilmadim, buni O'tgan kunlarning davomi desak ham bo'ladi, chunki yana o'sha muhabbat mavzusi ko'tarilgan, lekin Abdulla Qodiriyning asosiy mavzusi muhabbat bo'lmagan. Mana shu mavzuning atrofida boshqa mavzularni tushuntirib ketgan. Bu o'sha xon zamonidagi bir-birini sevgan ikki juftlikka qarshi chiqqan, ularni yo'liga to'g'anoq bo'lgan bir odamlar haqida. Buni nomlanishi Mehrobdan chayon. Shunaqa imomlar ham bo'lgan ekanki, ular bir nimasi bo'ladi? Zulm bilan, birovni haqqini yeyish bilan yoki bir fitna bilan, fasod bilan odamlarga zarar keltirganlari ham bor ekan. Bu shu haqida yoziladi. Barchaga tavsiya qilaman. Umuman o'zbek adabiyotida bunday olib qarasangiz, birovga tavsiya qilinmaydigan kitobda o'zi yo'q. Hammasi bir-biridan zo'r. Bu kitoblarning ichida Abdulla Qodiriyning asarlari aynan shu O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon, mana shu asarlari, romanlari juda ham maza qilib o'qiydigan kitoblar sirasiga kiradi. Keyingi kitobimiz bu Mary Shelley qalamiga mansub Frankenstein kitobi. Nomi ham juda ajoyib ekan. Bu umuman butun dunyo adabiyotida birinchi bo'lib ilmiy fantastika yozilgan romanlardan biri ekan, bilishim bo'yicha. Men bu kitoblarni o'qib chiqqanimdan keyin ularga yozma sharh ham yozib ketyapman. O'sha yozma sharhlarimda ham ko'p ma'lumotni berib ketyapman bu bo'yicha. Hozir mana shu Frankenstein kitobiga yozgan sharhimni topay. Xo'p. Mana Frankenstein 1818-yil 1-yanvarda Londonda bosib chiqarilgan birinchi marotaba. Mana o'shandan beri kitobxonlar tomonidan qiziqib o'qib kelinadi. Bu ilmiy fantastik roman hisoblanadi. Buning ichida shu bir tibbiyot sohasida o'qiydigan talaba o'zi bir yaratiq, ya'ni bir maxluqot yaratmoqchi bo'ladi. U boshqalardan kuchliroq, boshqalardan aqlliroq bo'lishi kerak bo'ladi. Har xil odamlarni, organlarni birlashtirib bitta maxluq yasaydi. Unga elektr energiyasi orqali uni tiriltiradi. Natijada bu Frankenstein, o'zi bu o'sha olimning ismi Frankenstein bo'ladi. Bu maxluqning nomi Frankenstein maxluqi, hattoki unga ism ham qo'yilmagan bo'ladi. Va natijada o'zini yaratgan maxluqidan o'zi qo'rqib ketadi, uni yolg'izlatib qo'yadi va bu Frankenstein maxluqi undan nafratlanib qoladi, o'zini yaratuvchisidan. Endi bu bunda ilgari surilgan g'oya yaratuvchilikka taqalib qolishi mumkin, lekin buni tan olish kerak, bu ilmiy fantastika. Bundan tasavvurni boyitish uchun ilm agar noto'g'ri yo'lda ishlatilganda qanaqa oqibatlarga olib kelishi haqidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Buni hammaga tavsiya qilaman. Aynan ilmiy fantastik janrga qiziqadiganlar uchun juda ham ajoyib tanlov. Lekin buni bitta yomon tarafi, ya'ni menga yoqmagan tarafi,
bu bir odamning nomidan, ya'ni tilidan hikoya qilinadi. Hamma voqealar buni bir nimasi bo'ladi. Voqea ko'rinishida tasavvur qilishingiz qiyin. Bir odam o'zining tilidan hikoya qilib beradi hammasini. Mana shu jihatdan ozgina zeriktirib qo'yishi mumkin, lekin mavzuni o'zi juda ham qiziq. Xo'p. Keyin farzand tarbiyasi, oila bo'yicha seriyamizdan mahremiyat tarbiyasi, bu Adem Gunesh qalamiga mansub. Adem Gunesh o'zi juda ham kuchli pedagog, bolalarni to'g'ri tarbiya qilish bo'yicha juda ham ko'p kitoblarga ega. Bu mahremiyat tarbiyasida bolalarni yoshligidan shu o'zini jinsini tanib, shu bo'yicha o'ziga xos fazilatlarni shakllantirish bo'yicha maslahatlar bergan va buni kitobni keyingi qismlarida mana bizni davlatimizda hali unchalik rivojlanmagan desam ham bo'ladi, ya'ni kuchayib ketmagan bu narsa, pedofilizm degan narsa bor, ya'ni yosh bolalarga tajovuz qilish. Lekin bu butun dunyo bo'yicha juda ham hammani tashvishga solayotgan muammo. Bu bo'yicha ham ancha ma'lumotlar berilgan, nimaga bu narsa kuchayib ketadi, bolalarimizni bundan qanday ehtiyot qilishimiz kerak. Ya'ni bu kitobda aytilishicha, farzandlar bilmay qoladi o'zi ham. Ya'ni ular xavf-xatarni ajrata olmaydi. Mana shu kitobdagi maslahatlar orqali farzandimizda o'ziga xatarli bo'lgan omillardan, insonlardan o'zini himoya qilish, uni kamida shu bo'yicha reaksiya ko'rsatish bo'yicha to'g'ri tarbiya berish usullari ko'rsatilgan. Buni ham tavsiya qilaman, yangi oila qurayotganlar yoki ota-onalarga ham tavsiya qilaman. Sababi ko'rib turibsizlar, kundan kunga bizni ya'ni biz odamlar ham ancha yevropalashgan, nima desa bo'ladi. O'sha hozir chegara qolmagan-ku. Hamma butun dunyo narigi chekkasida bo'layotgan yangilik bizga hozir bir soniyada yetib kelyapti. Odamlar ham shundan ta'sirlanyapti. Shuning uchun hamma narsaga tayyor turish kerak va buni ichidagi maslahatlar ortiqcha bo'lmaydi. O'qib qo'yganning ziyoni yo'q. Xo'p, mana endi hozircha 3 kitob haqida gapirdim. Abdulla Qodiriy Mehrobdan Chayon, Mary Shelley Frankenstein va farzand tarbiyasi bo'yicha mahremiyat tarbiyasi. Birinchisini o'zbek adabiyotining bir nimasi bo'ladi? Haqiqiy adabiy meroslaridan eng sevimlisi desak bo'ladi. Buni ilmiy fantastik roman desak bo'ladi. Buni oila tarbiyasi bo'yicha desak bo'ladi. Endi bizda keyingi kitob Dan Brown Ibtido. Buni qaysi janrga kiritishni bilmayman. Buni thriller, ya'ni ichida hamma narsa bor. Buni ilmiy kitob desak ham bo'ladi, haqiqiy bir fantastik desak ham bo'ladi, lekin bunda eslatiladigan narsalar hech qaysi fantastik emas. Haqiqiy hayotda hozir odamlar ko'rib turgan texnologiyalar, voqealar haqida gap ketadi. Bu kitob juda oldin yozilmagan, juda oldingi kitob emas, bu yaqindagi kitob, mana shu 2017-yil atrofida chiqqan. Dan Brown o'zi juda ham zo'r yozuvchi, menga yoqadi. Buni romanlarida eng yaxshi ko'rgan tomonim, buni bosh qahramonlar asosan ilmiy odamlar, ilm odamlari. Buni o'qigan odam ilmga qiziqadi, har xil ixtirolar qilishga qiziqadi. Dunyoda yuz berayotgan har xil voqealarni tahlil qilish qobiliyati ham oshadi. Sababi bu kitoblarida din va ilmni o'zaro tortishuvi. Bu tortishuv ham ancha asrlardan beri davom etib kelyapti. Texnologiyalar insoniyatni qayerga olib boradi? Texnologiyalarni yaxshi yo'lda, yomon yo'lda ishlatayotgan odamlar, tashkilotlar haqida yozadi va hammasi romanning ichida. Buni o'qib zerikib qolmaysiz. Ya'ni hammasi qanaqadir voqealar, qanaqadir qahramonlar atrofida sodir bo'ladi. Bu kitob ham juda ham maza qildim o'qib. Ibtido bu Dan Brown'ni Robert Langdon, ya'ni professor Robert Langdon seriyasi bitta davomi bu, ya'ni Dan Brown'ning ba'zi kitoblarida bitta professor ishtirok etadi, Robert Langdon. Bu ham shunaqa seriyaning davomi.
Bunda o'sha Robert Langdonning bitta shogirdi juda ham olamshumul ixtiro qilgani haqida aytadi. Robert Langdon ham bunga taklif qiladi. U ixtirosi butun insoniyat yaratilishidan beri hammani qiynab kelayotgan ikkita savolga javob berish kerak bo'ladi. Ya'ni biz qanday paydo bo'lganmiz va bizni nima kutmoqda. Lekin bu savolni turli din odamlarini xavotirga solib qo'yadi, chunki odamlarning orasida har xil nazariyalar bor. Odam qanday yaratilgani bo'yicha. Bu ixtiro esa aytilishi bo'yicha hammani fikrini o'zgartirib yuboradi, deydi. Shuning uchun juda ham ko'p odamlar tashvishlanadi bundan. Natijada Kirshga suiqasd uyushtiriladi, uni otib ketishadi. Endi namoyish qilayotgan payti Robert Langdon esa shogirdini o'limi bo'yicha izlanishlar olib boradi. Shuni oxiriga yetaman deb maqsad qiladi va oxirida mana Dan Brown kitoblarining hammasida bitta xususiyat bor. Siz aybdor kimligini bitta kitob davomida bir necha marta aniqlaysiz. Ya'ni bo'ldi, mana shu odam aybdor deb o'ylaysiz, lekin u aybdor bo'lmaydi. Boshqa odam aybdor bo'lib chiqadi. Va endi shunga ishonganingizda yana boshqa odam o'sha asosiy sahnaga chiqadi va oxirida haqiqiy aybdor chiqadi. Ungacha juda ham ko'p qahramonlar, juda ham ko'p voqealar, hammasi juda ham tez sodir bo'ladi. Shuning uchun bu kitob hamma uchun juda ham zo'r kitob. Oyog'im o'shib qoldi. Bizda keyingi kitob bu Said Ahmad qalamiga mansub Yo'qotganlarim va topganlarim kitobi. Bu kitobni birinchi kitob do'konida ko'rganimda unchalik qiziqish bildirmaganman. Sababi bu xotira kitobi, hayot haqida yoki tanishlari haqida yozganga o'xshagandi. Lekin Ma'ruf degan oshnam buni o'qib chiqqandan keyin o'sha o'qiyotgani davomida menga aytib turdi, bunaqa ekan deb. Men qiziqishim oshib ketdi. Natijada men ham uni sotib olib o'qishni boshladim. O'zbek adabiyoti haqida, o'zbek adabiyotiga kirishimga juda katta sababchi bo'lgan, u haqida ko'p ma'lumotlar olishimga yordam bergan kitob shu bo'ladi. Nimaga? Chunki bunda yo'qotganlarim va topganlarim nimaga bunday nomlangan ekan? Yo'qotganlarim bu Said Ahmad ustozlari haqida yozilgan. Topganlarim esa u shogirdlari haqida yozgan qismi ekan. Yo'qotganlari sirasiga Oybek haqida yozgan, Abdulla Qahhor, G'afur G'ulom haqida yozgan. Bu adiblarni kitoblarini o'qib kelganman shu paytgacha, juda ham qiziqib, lekin ularning hayot haqida, aynan men sevib o'qiydigan kitoblar qanday yozilgan, qanaqa dardlar bilan yozilgan va ular bosib chiqilishida qanchalik qiyinchilikka uchragan. Mana shu savollarga javob topib, bu bo'yicha ancha maza qildim buni o'qib. Sababi agar siz bir kitobni yaxshi ko'rishingiz mumkin, uning ichidagi voqealar, qahramonlar sababli. Lekin u kitob, u romanlar qanday yozilgani haqida bilsangiz, qanaqa qiyinchiliklarga uchragan, to'siqlarga uchragan haqida bilsangiz, u kitobga bo'lgan mehringiz yana ham oshib ketar ekan. Topganlarim haqida ham juda ham mashhur adiblar haqida yozgan, masalan, O'tkir Hoshimov, Xudoyberdi To'xtaboyev va boshqa adiblar haqida yozilgan. Endi bularni masalan asarlari bilan taniymiz, lekin o'zlarini shaxsiyatlari qanaqa bo'lgan, bu ma'lumotlar juda ham kam. Bu kitobni o'zbek adabiyotini bir tarixiy salnomasi desak bo'lsa kerak. Chunki bu o'sha yo'qotganlarimdan topganlarimgacha bitta oqim bilan yozilgan. O'zbek adabiyotiga kirishda bu kitob juda ham katta ahamiyatga ega. Hamma kitobxonlarga tavsiya qilaman. O'zbek adabiyotiga kirishda bundan foydali, bundan ta'sirli kitob topa olmaysizlar deb o'ylayman. Mana endi oxirgi tugatgan kitobim bu Qotilning tug'ilishi. Bu Abdulla Qahhor qalamiga mansub. Bu ichidagi qissalar juda ham mashhur tarixga ega, ya'ni qiziq tarixga ega ekan. Buni ham o'sha oshnam birinchi o'qib chiqdi, keyin tavsiya qildi o'qishdi. Qotilning tug'ilishi qissasi bor ichida, zilzila qissasi bor va bir sahna ko'rinishini ssenariysi bor ekan. Qotilning tug'ilishi bu bir marta bosib chiqarilgan, lekin shu bilan unutilgan qissa ekan. Yaqinda yana bosib chiqarildi. Zilzila ham shunday. Bu juda ham
to'siqlarga, taqiqlarga uchragan qissalar va hozirgi zamonga kelib mana o'zbek adabiyotimiz bularni yana o'z bag'riga oldi, kitobxonlar qo'liga oldi bu kitoblarni. Qotilning tug'ilishi bu bir Sattor ismli bolani qanaqa qilib jinoyat yo'liga, qanaqa qilib yomonlar yo'liga kirib qolish haqida yozilgan. Bu o'zicha ularni oldida qadrim baland deb o'ylaydi, lekin qachonki oyoqlarini yo'qotganda uni qadri tushib ketadi. Hech kim buni tengsamay qo'yadi va bu o'sha uni tengsamay qo'ygan do'stlarini fikriga ko'ra o'zini eng sodiq, shu yoshligidan birga katta bo'lgan do'sti sifatidagi hayvonni, ya'ni itini o'ldirishga majbur qilishadi. Bu bir odamni qanday qilib eng tubanlikka tushib ketish haqida yozgan. Bunga muhit, atrofidagi odamlar juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki o'zi o'sha vokzalda yuk tashuvchilik qilib yurgan paytdagi bir tanishi bu o'sha oyoqlarini yo'qotgan paytda yaxshigina mansabda ishlayotgan bo'lib chiqadi. Ya'ni agar inson o'zini to'g'ri yo'lini topib olsa, Xudo o'zi uni yaxshi natijalarga, yaxshi sharoitlarga nasib qiladi degan ma'no bergan. Buni bu Abdulla Qahhor o'zi bu bolalik ishlarim, mashqlarim deb atagan, lekin shu bolalik mashqi ham bizga ancha foydali kitob, qissa bo'lishi mumkin. O'qish uchun juda ham mos tanlov. Ichida keyin Zilzila qissasi ham bor. Bu juda ham to'siqlarga uchragan qissa. Chunki unda o'sha nimasi bo'ladi? Bir odamni sudlangani haqida ketadi va uni sudlash uchun hech qanaqa ayb topilmasdan uni oddiy bir gaplaridan, oddiy bir ishlaridan siyosiy xatolar topib, uni badnom qilgani haqida ketadi. Bu kitob ham juda ham o'qishga mos kitob. Mana do'stlar, sizlarga hozir o'qigan 6 ta kitobim haqida yozibman, lekin yana bor. Qaysi kitoblar? 2 tacha kitob o'qigandim qo'shimcha. Ularning bittasi G'azab va Hasad edi, lekin uni she'riga ham olib ketgan. Uni hozir sizlarga ko'rsata olmadim. Lekin hammasini tavsiya qilaman o'qishni. Bundan keyinchalik ham o'qigan kitoblarni chiqarib boraman. Sizlar ham izohlarda yozib qoldiringlar. 2025-yilda yanvardan boshlab qanaqa kitoblar o'qib chiqqansizlar? Bu menga qiziq, balki u kitoblarni men qidirib keyingi yilga rejalarman, keyinchalik mutolaa qilarman. Va yana yozib qoldiringlar, bu kitoblardan qaysilarini o'qib chiqqansizlar sizlar. Bu men uchun qiziq. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Doim kitob bilan bo'ling. Najot ilmda, ilm kitoblarda.